Assalomu alaykum. O'rtoqlar, mana tizza kasalliklari haqida ko'p gaplashamiz, ko'p mavzularda olib chiqqanmiz. Buni videoroliklarimizda o'sha kanalga kirib, tizza haqidagi roliklarni birma-bir qarasangiz bo'ladi. Biz yuqorida ham aytganmiz. Tizzani uy sharoitida davolash deganda yana o'sha kommentariyada juda ko'p savollar kelgan va ko'p roliklarda bu narsalar ko'rsatilgan. Uy sharoitida tizzamni og'riqlarni qanday qilsam bo'ladi degan savolga. O'rtoqlar, biz mashqlarni ko'rsatdik. Endi o'sha Dimixit preparati bilan, ya'ni o'sha Dimixit degan dori vositasi bilan kompressni ham oldingi roliklarda ham bir joyda biz ko'rsatganmiz. Yana bir marta takrorlashga harakat qilaman. Oddiy va sodda qilib tushuntiraman. Dimixitni tayyorlangan holati bo'ladi aptekada va uni dozirovkasi, ya'ni tayyorlanmagan holati bo'ladi. Shuni olishda xato qilmanglar. Agar u tayyorlangan holati bo'lsa, unga oddiy suv qo'shish mumkin, oddiy Novocain rastvorini qo'shish mumkin. Agar u tayyorlanmagan o'tkir dozadagi Dimixit bo'ladigan bo'lsa, aptekadan albatta so'rang bu narsani. Tayyorlanmagan bo'lsa, bu narsa 3 ga 1 qo'shiladi. Ya'ni 3 suv yoki Novocain, 1 Dimixit. Tushunarli hammaga. Agar bu tayyorlangan bo'lsa, agar 1 ga 1 qo'shsangiz ham bo'ladi. 1 ga 1 suv yoki Novocain, 1 endi 1 demaylik, oddiy xalqimizga tushuntiryapmiz bu narsani. Tizza uchun, ikkala tizza uchun keling 20 ml deylik, ya'ni 10 lik shpritsga ikkita tortib oldingiz. 10 lik shpritsga Dimixit tortdingiz, 10 ml bo'ladi. Ma'lum bir idishchaga tayyorladingiz, 10 ml Dimixit soldingiz, 10 ml suv soldingiz. Agar bu Dimixit tayyorlangan holatda aptekadan olsangiz, agar bu tayyorlanmagan dozasi kuchli bo'lgan Dimixit bo'ladigan bo'lsa, buni oddiy qilib tushuntiryapman. 10 ml Dimixitga siz 30 ml Novocain yoki bo'lmasa suv qo'shasiz. Ya'ni 3 taga bitta qo'shasiz. Endi bu kompress xohlasangiz shu ikkalasini o'zini qilishingiz mumkin. Bu narsa yana ham effektivni bo'lishi uchun men aytganman, bironta gel olasiz aptekadan, gel, eng arzon gel. Farqi yo'q, u Voltaren gel yoki bo'lmasa boshqa gel bo'lish shart emas, faqatgina o'sha flakonda gel deb yozilgan bo'lsa bo'ldi. Bu nima uchun muhim? O'sha siz suv bilan tayyorlagan Dimixitingizga o'sha xuddi shu razmerda, masalan 10 bo'lsa 10 Dimixit bo'lsa 10 ml gel qo'shasiz. Agar 20 mg Dimixit olgan bo'lsang, 20 mg gelni qo'shasiz. Gel bu sizga qo'shimcha baza, ya'ni o'rda Dimixit bilan birgalikda yaxshi so'rilishini ta'minlashi uchun bu gelga qo'shib ishlatilgani ma'qulroq. Yana bir marta qaytaraman, buni Novocain bilan yoki suv bilan Dimixitni o'zini aralashtirib, o'sha marleni olasiz. Marleni olgandan keyin botirib o'sha joyga, tizzani og'riq zonasiga qo'yiladi. Mana shu yerda bitta ko'pchilik bemorlarimiz xato qilishadi. Bu narsani bunday qiling. Qarang. Tizza holati bo'ladigan bo'lsa, tizzani mana ko'zi deymiz, chashgachasi deymiz. O'sha chashgachasini ustiga qo'yadi ko'pchilik. Aslida siz o'sha kompressni chashkani ustidan salgina yuqoriroq, ya'ni son suyagingizga yuqoriroq joyga qo'yishingiz kerak. Qo'yganda ham siz chashkani atrofi bilan tizzani orqa yuzalari bilan, ya'ni tizzangizni orqalari bilan o'sha narsani o'rashga harakat qilishingiz kerak. Marleni shu darajada kattaroq oling, shunda tizza qopqog'i bilan birgalikda salgina yuqori qismi, songa bo'lgan qismi va tizzani orqalari bilan birga o'rasin. Bu narsani o'rab marleni qo'yganingizdan keyin ustidan bitta plyonka olasiz. Plyonkani xuddi shunday qilib o'raysizda-yu, bironta issiq adyolga o'ralib yotasiz. Maksimalni holat bu yerda 30 minutdan 2 soatgacha qo'yishingiz mumkin. Ehtiyot bo'lamiz. Dimixitni tayyorlanmagan holatini aptekadan, ya'ni u mayda flakonchada bo'ladi, o'zi millilitr kamroq bo'ladi. Agar tayyorlanmagan holatini siz noto'g'ri tayyorlab qo'yib 1 ga 1 bo'yna 3 ga 1 deb qo'shing deganimda adashtirib qo'ysangiz, sizni teringizni kuydirib yoradi. Bu narsaga juda ehtiyot bo'lamiz. Dimixit terini qo'parib yuboradi. O'shaning uchun bu oddiy rastvor, bu qaysi holatlarda ishlatiladi? Mana bu narsa juda muhim. Qarang. Tizzangiz og'riyapti, lekin hech qanaqa shish yoki qizarish yo'q.
Mana bu holatga agar shish bilan qizarish bo'ladigan bo'lsa, siz demiksidni lutchi ishlatmay turing. Unaqa holatda diklofenak, ketoprofen yoki boshqa mazlardan foydalanganingiz ma'qulroq. Agar shish, qizarish bo'lmasa, tizzani bukilib yoyishlari yaxshi bo'lsa, faqat siz og'riqlardan qiynalayotgan bo'lsangiz, bu narsani o'zingizda sinab ko'rishingiz mumkin. Barcha kasalliklarda farqi yo'q. Tizza og'riyapti, u siz bilib yotishingiz shart emas. Ichida meniskingiz yirtilib ketganmi, payi yirtilib ketganmi, yo bo'lmasa qandaydir bir noto'g'ri harakat qildingiz, uni etingizda, go'shtlaringizda sal burilish holatlari bo'ldi. Mana bunaqa holatlarda mayli bu narsani qilsanglar bezarar. Lekin hamma tizza kasalliklarida ham, ya'ni yallig'lanib yotgan artrit, poliartrit, podagritskiy artrit degan kasalliklar bor bemorlar yoki reumatoid artriti bor bemorlar, ya'ni tizzadan tashqari boshqa bo'g'imlarda kasalliklari bor holatlarda albatta bu demiksidlar yordam bermaydi. Yana bitta shu yerda aytib o'tmoqchiman. Yana bir kommentariyada kelgan savol, o'sha demiksid bilan qilinadigan kompressni hamma joyga qilsa bo'ladimi? Yo'q o'rtoqlar. Demiksid bilan qilinadigan kompress faqat asosan tizza bo'g'imlari va boshqa katta-katta bo'g'imlarga qilishlaringiz mumkin. Bel sohasidagi og'riqqa, bo'yin sohasidagi og'riqlarga bu umuman yordam bermaydi. Bu narsa bilan ovora ham bo'lib o'tirmaydi va bu narsani qilishni tavsiya bermayman. O'rtoqlar, demiksid bilan bo'ladigan uy sharoitidagi oddiy kompressimiz menimcha hammaga tushunarli. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.